obdon sug'orasizlar, keyin tuprog'ini oxirigacha quritasizlar va keyin yana obdon sug'orasizlar. Zamyakulkis parvarishini qisqacha tushuntirib beraman. Zamyakulkis deyarli joy tanlamaydi, yorug'lik ko'p joyda ham, yorug'lik kam joyda ham zo'r o'sadi. Faqat ustiga quyosh tushmasin, asosan kuchli quyosh barglarni kuydiradi. Zamyakulkis mo'tadil issiqroq haroratni yaxshi ko'radi, lekin juda ham issiq dim xonalarda ozgincha qiynaladi va sovuq xonalarni yoqtirmaydi. Zamyakulkis uchun eng zo'r harorat bu +18, +28 oralig'i. Zamyakulkis suvni ko'p ham xohlamaydi, chunki bu sukulent o'simlik. Tuprog'ini yaxshilab quritib, keyin sug'orish kerak. Misol uchun yaxshilab obdon sug'orasizlar, keyin tuprog'ini oxirigacha quritasizlar va keyin yana obdon sug'orasizlar. Shu tartibda sug'orish kerak. Zamyakulkis juda ham katta tuyalarni yoqtirmaydi. Juda ham katta tuyalarda yaxshi o'smaydi va chirish ehtimoli yuqori bo'ladi. Zamyakulkis har doim o'ziga mos, iloji bo'lsa kichikroq tuyalarga ekili. Zamyakulkis tuprog'i yengil, havoni yaxshi o'tkazadigan, nisbatan tez quriydigan va ozgincha qumli toshli bo'lishi kerak. Chunki bu sukulent o'simlik. Og'ir qotib qoladigan va suvni ko'p saqlaydigan tuproqlar zamyakulkisga to'g'ri kelmaydi. Do'stlar, keyingi videoda oziqalar haqida qisqacha gaplashamiz. Bizani yo'qotib qo'ymaslik uchun kanalga obuna bo'linglar.